Amerikaga ketyapman. Mana shu tillalarni sotishim kerak, pulga ehtiyojim bor. Mana uni poyi yo'qolgan. Xo'p, mayli. Bunga qancha deysiz? Buni 1 milliondan grammini olib qola olamiz. Bugungi kurs bo'yicha 1 milliondan qilib beramiz buni grammini. Ha. Hammasini bersiz bitta hisoblab berardim, opa. Probalarni ajratib. Shu, ammo hammasi har xil-da. Shularni men birinchi bilayim-da. Mana masalan, rahmatli onamdan qolgan. Bunga nima deysiz? 583 probada. Uni qanchadan olyapsiz? 585 probada. Buni 583. Bu 585. 83. Bu ham 585. 20 million 200 qilib beraman. 20 million 196 ming chiqdi. 20 million 200 ming so'm o'zingizning o'zi bo'lyapti. Hop, 585laringiz, 583laringiz hammasi toshsiz ekan. Izlarilar butun bo'lgan hisobiga lom narxidan balandroq hisoblab beraman. Izlarilar yaxshi sastanadi. 124 10 gram 585 583laringiz. Ularning hammasini 1 million 10 mingdan qilib bera olaman. 125 million 341 ming chiqyapti. 125 400 qilib beraman tekis qilib. Hammasini? Yo'q, undan tashqari yana 750 giz bor. 125 400 ga qo'shamiz 20 million 200. 145 600 bo'lyapti hamma tillangiz. Xo'p, men roziman. Bo'ldi, opa. Men shunday qog'oz to'ldirib bersangiz, men ungacha pulni berib yuboraman. Xo'p, bo'ladi. Mana. Xo'p. Rahmat, opa. Xo'p. Hozir men sizga pulni berib yuboraman. Bu yerda 1 2 3 4 5, bu yerda 100 million. 140 million. Ha, okey. Ha, 145 million. Okey. Mana 600. Thank you. You're welcome. Xo'p, yaxshilik xizmat qilsin, opa. Fransa bersangiz, men buni shunday ko'tarib ketmayman. Bo'ldi, men sizga hozir paket olib beraman. Mana, opa, paket. Bemalol sovg'ing. Thank you. You're welcome, you're welcome. Yaxshi. Okay. Bye bye. Salomat bo'ling. Xo'p, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.